o'tamiz dedilar. Birgalikda ular ham keladi dedilar. Shu og'iz ochar vaqtini birgalikda og'iz ochib, keyin ayollar bir xona, erkaklar bir xona dushalib turadi. Kelsangizlar bo'ldi dedilar. Ishqilib biza keyin og'iz ochib netib bo'lgandan keyin shom namozi o'qib bo'lgandan keyin bu esa sovg'a deb shu ayol aytiladi dedilar. Hozir shu boratirman. Oqshomdan beri bu ожиданиеda turgan emotsiyalarim uchun turibman. Hozir bu gaplarimni eshitib sizlardan ham nechta emotsiya bo'lib turganini men bilib turibman.